Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun biz studiyamizga PSG va Bavariya vakillarini taklif qildik. Ular o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatni siz tomosha qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum PSG vakili, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimdan xursandman, lekin borib aytib qo'yay. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Mag'lubiyatdan xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Biza borib 90 minut uchrashuv dominantlik qildik, lekin borib bunaqa zo'r o'ynamadik, lekin sudyalar qo'ydi-da. Ha, bosdinglar. Faqat PlayStation tugmasini bosdinglar-da. Haqiqiy hayotda ham futbol o'ynab turish kerak. Bizda statistikalar zo'r edi. Kuboklarni bor, statistika uchun berishganda sizlar treble qilardinglar. Biz ishonamiz, lekin keyin oxir daqiqadagi golni ko'rdinglarmi? Dahshat chiqdi. Yana 2 minut bo'lganda bo'ldi yutqizardinglar, точно. Oxiridagi urilgan gol hech narsani hal qilmadi. Sizlarga 90 minut yetmadi-yu, 2 ta gol urishga. Qanaqa 2 minutda sizlar yetkazardinglar o'sha 2 ta golni? Shu bizga ozgina omad yetishmadi. Shu ozgina omad bo'lib berganda cho'tga bo'lib ketardimiz. Afsus. Sizlar popkornlarni tayyorlab qo'yinglar. Sizlarga final uchun alohida bilet jo'nataman. VIP biletlar. Maza qilib popkornlar yeb ko'rib ketasizlar o'yinni. Maylimi? Sizlarga bitta tilagim bor-da. Shu Arsenalga finalda yutqizinglar. Bizning holimizga tushinglar, keyin gaplashamiz.